Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men Mamajon va Ambarxon Uchko'prik tumani Momachol qishlog'ida yashayman. Toshkent shahriga olib borib operatsiya qildirib davolatib kelganmiz. Mana 2 yil bo'ldi. Endi hozir shu kunlarda Qo'qon shahrida Urjuza Nur klinikasiga keldik. Mana o'sha yerda Toshkentda doktorlari, o'sha charosxonlar kelib, yana konsultatsiya qildi. Yaxshi, ko'rishlari yaxshi dedi. Shu nevaramni ko'rsatgani kelib, mana o'zim ham hozir ko'zimni ko'rsatdim. 10-11 aprel kunlari mana bepul konsultatsiya bo'lyapti ekan. Hamma shifokorlar juda yaxshi gapirib, mana ko'zlarimizni ko'rib, nevaramni olib keldim, bahonada o'zimni ko'zimni ham ko'rib, "Xola, ko'zlaringiz yaxshi. Endi baribir yoshingiz o'tgandan keyin sal xiralashadi" deyishib, menga ham chiroyli maslahatlar berib, tomchi dorilarini yozib berishdi. Hammalari juda chiroyli kutib olishdi. Hammalariga rahmat aytaman. Mana biz shifo topdik. Mana nevaramni ko'rib turibsizlar, juda yaxshi ko'ryapti. Endi bu ochkini faqat zirenasiga taqishyapti. Turgullar ochdi chiroy, qara, ko'shku billur saroy.